Nukus aka, nima qilyapsiz o'zi? Ha, bumi? Ahamiyat berib qo'yasizlar. Ko'pchilik mana shu teshikni yaqinroq olib keling kamerani. Mana ahamiyat mana Porsche'ning eng yaqin joyidan tagidan teshamiz biz. Ya'ni kollektorning tagi. Endi ko'pchilik ish oson bo'lsin deydi, mana bu joyda teshib qo'yadi. Mana shu narsa ham tortishga juda ham katta ahamiyatga ega. Mana ahamiyat berib qo'ysa, mana bu joyda teshish kerak. Mana. Ko'p holatda bu metiklarga ham juda ham katta e'tibor berish kerak. Mana bu teshgan vaqtda ko'pchilik agar mana bu ish quroli yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, lapanglatib joyidan virvitka, ya'ni joy ochib qo'yadi, keyin havo so'rib qoladi. Shuning uchun qaytarib o'tamiz. Siz ming eng zo'r zapchast bilan yig'maysizmi? Agarda ustanovkani zavodskiy qilmaydigan bo'lsangiz, sizning moshinangiz hech qachon yaxshi yurmaydi. Sirdaryo metangiz har doim sizlarga sifat va qulaylikda taklif qilib, Basiko poddelkasi bo'lgan miya bilan Cobalt Midline varianti emas, MCM variantiga metan ustanovka qilib berish jarayoni fartuklar bilan akkuratniy holatda ish sifati yubileyniy va zavodskiy bo'lmoqda. Narx-navos qiziq bo'lsa, obuna bo'lgan bo'lsa, super mega chegirma narxi sizga amal qilib qoladi.